Yana Cobalt. Aporning disklari yeyilib ketgan. Supportlarda samotarmanjeniyaning hisobiga. Rulyovoyda luft katta. Ko'rsatamiz. Ko'rsanglar bo'ladi. Lufti juda katta. Mana rulyovoylarni qilib, xudo xolasa supportlarini cho'tki qilib, apornilarni rastochka qilib, chashkaga tegmaymiz. Chashkasini o'zi holati yaxshi, faqat ozgina lo'pillab qolgan. Unga udarni rezinkasidan qo'yib beramiz, xudo xolasa cho'tki bo'ladi. Tak, mana bu aporni diskimizning holati. Ahvoli. Kelgan rulyovoy rekaga nimada qilasizlar deganlar. Mana bunaqa fluoroplast material bo'ladi. Shunaqa materialdan rulyovoy rekaga vtulka yasaladi. Mana razmer olinadi, kesiladi и buni ichiga to'g'rilab razmerlari qo'yiladi. Bir xillar bor, ba'zi bir to'kirlar rulyovoy rekani vtulkasini plastmas turbalardan qotdi. U bo'lmaydi. U bilan rulyovoy reka og'ir bo'lib qoladi. Xudo xolasa mana shu stanokda apornilar rastochka qilinadi. Rulyovoyimiz tayyor. Xudo xolasa lufti yo'q. Cho'tki. Rullari ham ancha yengillashadi. Xudo xolasa parislar bilan aporni disk tayyor. Tekis bo'ldi mana. Endi yig'ib olamiz buni. Tekshirullar. Qanaqa? O'zgarish bormi? Sen haydab kelgansan buni kelganingda. Yumshadimi? Почти shunaqa edi. Yo'q, boyagi vtulkani ko'rding qattiqligini. Lagichni qattiq bo'lishi kerak deb hisoblading. To'g'ri. To'g'rimi? Qanaqa? Endi vtulkaga nisbatan u qattiq borib kelyapti. Vtulka-yu, lekin rul yumshoq. Rul yumshoqmi? Lufti yo'q. Yo'q. Bo'ldi.